Kur'an programması. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Oyshan Ahmadning Muhammad Beshir Chingvang nomli romanini anglatishni boshlaymiz. Allah Taala'nın berkatida yurtimiz aman, ittifoq, xalqimiz bayashat yashayapti. Xalqlar, olvan siliq to'la, tökey desem aşım yok. Bu siliqni tökmesden tiriklikte başım yok deb ingrab yuruydi. Şunu səmanlarga sep qo'yayki, har qanday bir ish boshqaruvchining millatiga qaramay, qilgan ishiga qarash kerak. Hammada niyat xolis, pok bo'lish kerak. Hey aka, ishkimiz o'xshashli bo'rini yemaydi. Aman xalqqa adillik qilganimiz tuzuk. Chunki adillik zo'rlikdan ustun turadi. Barsan, bir bisib, tomchi suvdek ayrilib, munchumu, bag'ring qatarmu, boqmading bir qayrilib. Şinjan kitap xazinasiga kirish so'z. Nurbekridin. Madaniyat, insoniyat madaniyligining muhim tarkibiy qismi. Madaniyatning taraqqiyoti va gullanishi xalq ommasining moddiy madaniyat turmushini betib qolmay, milliy ruhni mustahkamlab, millatning umumiy safosini o'stirdi. Necha ming yildan buyon Şinjandan iborat Yipak yo'li kesib o'tgan sharq-g'arb madaniyati uchrashgan bu zaminda har millat xalqi huzur halovat va jafo mushaqqatda birga bo'lib, o'zaro inoq o'tib, vatanimizning chegara rayonini o'rtaq ichib, qurib va qo'g'dab, shonliq moddiy madaniyat va rangarang ko'p manbalik shonliq madaniyatni barpo qilib, tarix betiga putilgan o'lmas nurg'un asarlarni vujudga chiqardi. Bo'libmi, yangi Jungo qurilgandan buyon Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligida, partiyaning milliy siyosatining parlaq nuri ostida Şinjandagi har millat xalqi ham nafas, taqdirdosh, qalbdosh bo'lib, birlikda ittifoqlashib kurash qilib, o'rtaq gullanib, nomrod ham qaloq holatdan boy, madaniyatlik va taraqqiy qilgan jamiyatga qadam qo'ydi. Iqtisod va jamiyatning uchqandek taraqqiy qilishiga ergishib, Şinjanning madaniyat ishlari jo'sh urib taraqqiy qilishdek yangi bahorni kutib oldi. Munavvar madaniyat san'at asarlari uzluksiz barliqqa keldi. G'ayri moddiy madaniyat unumli qo'g'dilib va varislik qilinib, turli madaniyat yodikorliklari, san'at angishtarlari cho'lpon yulduzdek chaqnab, saltanati va o'ziga xos badiiy jalbkorligini namoyon qilib, Junxo madaniyat xazinasining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bütün jamiyatda o'rtaq g'oyani barpo qilish jungocha alohidlikka ega sotsialistik madaniyat barpo qilishning negizi. Avtonom rayonimizdagi har millat madaniyat xizmatchilari boshdan oxir jungo ilg'or madaniyatining ilgirlash yo'nalishiga amal qilib, ishchi uchun xizmat qilish yo'nalishi va barcha gullar takshi ichilish, hamma iqimlar bas-basda sayrash fanjinda ching turib, vatanparvarlikni yadro qilgan milliy ruh va islohot, yangilik yaratishni yadro qilgan davr ruhini zo'r kuch bilan joriy qildirib, sotsialistik yadroli qimmat sistemasini barpo qilish kerak. Bo'libmi, har millat xalqi birlikda ittifoqlashib kurash qilish, o'rtaq gullanib taraqqiy qilishdan iborat bosh temini ching tutqi qilib, har qaysi millatlarning madaniyat san'at ishlarini uzluksiz gullantirib va taraqqiy qildirib, madaniyat san'atning jamiyatga boshlamchilik qilish, xalqni tarbiyalash, ilmiy taraqqiyotni ilgari surish, jamiyat inoqligi va muqimligini siljitishdan iborat muhim rolini eng zo'r darajada joriy qildirib, sotsialistik inoq jamiyat qurish va afzal madaniyat muhitini barpo qilish kerak. Bu gullangan davrda munavvar asarlarni ko'plab ijod qilib, oldingilarga varislik qilib, keyingilarga yo'l ochayli. Bu yil yangi Jungo qurilganligining 60 yilligi. Shu munosabat bilan avtonom rayonlik nuqtaliq nashr turiga rahbarlik qilish guruhi tahrir hay'ati tashkillab, Şinjan kitap xazinasi nashr xizmatini qanot yoydirdi.
Bu bir türlük Şinjan madaniyat yodikorliklarini sistemalik ratlaydigan, Şinjanning tarixi va etnografiyasini cho'nqur tadqiq qiladigan, Şinjan madaniyatiga voris qiladigan zo'r madaniyat qurilishi. Şinjan kitob xazinasini nashr qilish, Şinjanning ko'p manbalik madaniyat javharlarini qizish, Şinjanning madaniyat taraqqiyoti jihatdagi muvaffaqiyatlarini keng ko'lamda mujassamlash, jug'rofiylik alohidlik va milliy alohidlikka tayanib, Ipak yo'li madaniyati, G'arb rayon madaniyati va Şinjan madaniyatining dongliq markalarini yoritish, nashr bo'yimlarining milliy madaniyatni jug'lash, bilimda yangilik yaratish, madaniyatga voris qilish rolini joriy qildirish jihatda aktiv, real va uzoq tarixiy ahamiyatga ega. Shundaqla u bugungi davrga manfaat yetkazadigan, kelgusiga tuhfa qo'shadigan zo'r yaxshi ish. Şinjan kitob xazinasining ijodiyat, tahrirlik, nashr qilish xizmatiga qatnashgan barliq mutaxassis, olimlar va yo'ldoshlarning ilmiy taraqqiyot qarshini yetakchi qilishda chang turib, sotsialistik ilg'or madaniyat qurilishining yangi talpini to'g'ri egilib, har millat xalqining ma'naviy madaniyat turmushiga bo'lgan yangi orzu istaklarini to'g'ri tonib, yarim asrdan buyangi Şinjanning madaniyat javharlarini nashr qilishni ko'ngil qo'yib tashkillab, keng xalq ommasining ma'naviy madaniyat jihatiga ehtiyojini qondirish bilan birga Şinjanning yerlik alohidlikka va milliy alohidlikka ega munavvar madaniyatining mavjudligiga kafolat qilib, uningga vorislik qilib va uni zo'r darajada joriy qildirib, har qaysi millatlarning madaniyat almashtirishi va o'rtaq ilgarilishini siljitib, Şinjan madaniyatining porloq davr nurini va aql farosat nurini texmi chaqnatishni, shu orqali mamlakatga, dunyoga yuzlanib, Junxo madaniyatining zo'r gullanishi va zo'r taraqqiy qilishi uchun muhim tuhfalarni qo'shishni umid qilaman. Birinchi qism. Shamsharga o'qilgan nikoh. Quyosh amal burchiga kirgan kunlar. Kecha bilan kunduz tanglashib, bara-bara kunduz o'zrashqa boshlaydi. Illiq quyosh tafti bilan saf havo olamning go'zalligini namoyon qilib, qahraton qishdan zerikkan kishilarga huzur beg'ishlab, ularni o'z qo'yniga chillamoqda. Tabiat jonlanib, dal-daraxtlari yashirishga boshlaydi. Yiroq-yiroqlarga uchib ketgan qushlarmo qaytib kelib, uv yasashqa. Har xil qurt-qo'ng'iz, hasharotlarmo uvusidan chiqishga boshlaydi. Kishilar yangi kiyimlarni tiktirishib, yangi faslni kutib olishga oldirashmoqda. Mahalla-mahallalarda ana shu yangi faslni kutib olish yuzasidan yilda qator o'tkazilib turadigan, maysa undirib qiladigan ko'k mashrablarimo toza avjiga chiqib, bu shaharga tava yezilarni qoplagan 66 eriqda liq-liq suzuk suvlar iqishqa. Qarlar yop-yeshillikqa purkinib, eriqlardagi yalpuzlar barq urishqa boshlagandili to'xtadi. Oilalar, rastalar, mahallalar, masjid madrasalar pak-pakiza tozalanib, suvlar chechilmoqda. Chachlarini tushirib, soqol burtlarini yastib olgan yashangan erlar kulrang chamchilari ustidan qor po'tillarini bog'lashdi. Putlarga yangi masi kalashlarni kiyishdi. O'tir yosh va yosh erlar po'zi chapanlar ustidan rangdor po'tillarini bog'lab, po'tisiga kashtalangan g'iloblik pichoqlarni esib, putiga kundan tikilgan yangi o'tiklarni kiyib yurishadi. Ular o'zaro salom berishib, hol ahvollashmoqda, mungdashmoqda. Bir yildan beri oraslashib yurganlar bir-biridan apu so'rashib, ittifoqlashmoqda. Beshiga tovar yoki duxovidan taqiya kiygan kichik bolalar tol chiviqni ot qilishib, cho'gandan purgut chiqarib, mahallalarda chepishib yurmoqda. Go'yo yil beshi Nuruz kuni oydek yasandi shu juvon degandek, cho'qallar, juvonlar etek cho'rilarga chiltak yoki kimxob tutgan cheklik uzun chapanlarni kiyishib, chachlarini sekilak chiqarib, ishkital o'rishgan.
chashlariga chash chatqu, chash po'piklarni taqishib, tuqqanlarini, qo'lim qo'shnilarini yo'qlashib, hol ahvol so'rashmoqda. Hatto ular mushu yaxshi oy, yaxshi kunlarda qiz o'g'illarining shodlik to'y ma'rakalari uchun nomi nishonlarni izlashmoqda. Chashlarini qirqtal o'rib olgan o'zgalan qizlarning ba'zilari uylarida 9 xil tanni tozalab, kuji selishga tayyorlik qilsa, ba'zilari kang hovlilarning oftoblik peshayvonlarida, ba'zilari shox-shumbular besilgan o'g'zining bo'sh yerlarida dumbisini oftobga qaqlab, do'ppilog'i chashma tikib, yig'liqlarni keshtalamoqda. Yana bir qism qizlar, mo'maylar qishicha turib qolgan yip egirish chaqlarini surtib tozalab, yip egirib raxt to'qishning tayyorligiga tushmoqda. Siz egiz sepil bilan qo'rshalgan bu kichkina shaharning ko'jum mahallalaridagi ana shundoq g'oyatlik qaynagan manzardan ayrilib, yuqorida qad ko'tarib turgan Van o'rdasi yenidagi o'rda qo'vqdan chiqib, poyonsiz etizlarga, bog'larga nazar solsangiz, shimolda g'arbdan sharqqa so'zilgan Tangri teg'ining texi uyqudan uyg'onmagan mislsiz cho'ng ajdahosimon uzrab yotganligini ko'rasiz. Uning olmasdek yaltirab, oqish ko'rinib turgan egiz cho'qqinlari ajdodlarimizning jafo mushaqqatdan oqargan boshlariga o'xshaydi. Ana shu Tangri teg'ining tog' suvlari sharqirab, buloq suvlari shirg'ib eqayotgan munbat joylarining 12 yerida 12 tog', ya'ni Ari-Turk, Turkul, Nerinkir, Nom, Bayl, Adaq, Shopul, Xotuntam, Bag'dash, Edir, Qo'ray, To'mirtening munbat yerlarida g'oyatlik jo'sh urmoqda. Kishilarning aytishicha, u yerlarga Alloh taolaning nazari tushgan ekan. U yerlarda payg'ambarlarning oyoq izlari qolgan ekan. U yerlarning kang yayloqlarida sonsizlagan qo'y kalalar, ot to'gilar o'tlamoqda. Chorvachilarning uylarida go'sht, may, sut, qitiq va qimizlar shuncha albak. Tangri teg'ining nerisiga nazar solsangiz, bir uchi tashqi Mo'ng'ulga tutashgan qadimiy shahar Ari-Turk bor. Ari-Turk nihoyatda uzun yillar burun ajdodlarimizning taraqqiy topgan shaharlardan biri bo'lgan. Ari-Turkning g'arb tarafida Yipak yo'liga tutashgan O'g'izxon avlodlari poytaxt qurgan. Kang yayloqlari bilan mashhur bo'lgan Bari ko'l bor. Yana bu yurtning g'arb tarafida Uyg'urlarning eng burungi ajdodlarimizdan bo'lgan qorliqlar yashayotgan 5 shahar: Ostona, Qorito'ba, To'g'uchi, Lopchuq, Sumqag'alar bor. Qorliq qo'li va Qorliq mahallasi bilan mashhur. Agar siz Tangri teg'ining cho'qqisiga chiqsangiz, Zurkining boshiga chiqsam, ko'rindi qumul bog'lari. O'ltirib yig'lavidim, siyrildi sarvang tog'lari degan xalq qo'shiqi yodingizga tushadi. Mana bu simin egizlikdan qarasangiz, go'yo tuzanlikka selib qo'ygan bir parcha gullik gilamga o'xshaydi. Bu siminning to'ban tarbiga nazar solsangiz, bukkida bog', yop-yeshil munbat etizlar ko'zga cheliqadi. Etizada sapanga qo'shgan kalalarning pushqurishlari, urug' chechayotgan qiz ayollar, suram selayotgan yigitlarning suran shovqullari yillik amgakning bog'lanishidan derak berdi. Shu shahardagi bir masjidning oldida peshin namoziga yig'ilgan jamoatga ma'zin oqinim so'zlab o'tdi. Mana shu kunlarda odamzot dunyoga kelgan ekan. Odam oti bilan havo ana jannatda cheklangan mevani yeb qo'yib, jannatdan qo'g'langandan keyin yer yuzida 300 yil bir-biri bilan tepsholmay yuribdi. Oxir Alloh taolaning amri bilan havo ona bilan Odam alayhisalom mana shu kunlarda, ya'ni bahor boshlanib, tabiat jonlangan kunlarda tepishibdi. Shundan boshlab bu ikkisining pushtidan biz odamzotlar paydo bo'lgan ekanmiz.
Jamoatning so'zi bo'lindi. Orda chakarchisi beshiga qizil munchoq taqagan mansab qalpiqini kiyib, qora tovar to'nining bir peshini seriq po'tisiga qistirib, xushal holda jang urib Vangning farmonini xalqqa yetkazmoqda. Xaloyiq! Anglab qilinglar! Ey xaloyiq! Anglab qilinglar! Yilbeshi No'ruz kuni olam Guliston bo'lg'usi osmondan yer yuziga Abu Rahim yoqqisi. Yilbeshi No'ruz kuni elgi shodliq jub kelur. Ulug' Vang'ojam iltifotidan mehr shafqat xo'p kelur. Qormal begim xush keldi. Dorg'i begim xo'p keldi. Vang'ojam farmoni bilan har bir masjid ahliga himmat qilib otigan top kala qo'y keldi. Anglab qiling xaloyiq, vaqtida iling nesiva, tul xotun yetim o'g'ilning bordur yana rizqisi. Vang'ojamga hashqalla, egsun Allah rahmeti. Chakarchi o'rdadan tushgan farmonni devon beklarining qo'lidan oladi-da, bir qur ko'rib bo'libla uning so'zini qo'shoqqa aylantirib oladi. Bugun u Nuruz haqidagi qo'shoqni maqsadni uqtirishning birinchi nishoni qilib qo'shib oldi. Keyingi so'zlarining qofiya ritmlari qomlashmasimi, jakar qilganda uni nihoyatda aniq, qiziqarli ham ta'sirli qilib aytdi. Shunga jamoat jakarchini to'xtamay maqtab ketishdi ham Vang'ojamning iltifotiga rahmat aytib, boyiqi so'zni davomlashtirdi. Mana shundoq yaxshi kunlarda Vang'ojamning o'ylanishi Alloh taolaning himmatidan bishoratdir. To'g'ri dedilar. Vang'ojamning shafoati kang. Anglasak, Vang'ojamga yotliq bo'ladigan Eli beglikining qizi nihoyatim aqlliq, donishmand deyishidi. Tang bo'lmig'icha tush bo'lmas degandak, ora yiroq bo'lsa-mu, o'z xilini tepish degan shu-da. Mana bu gaplar shu kunlarda Qumul seminida bir yengiliq bo'lib, hamma uy-uylarga taralmoqda edi. Bu yilqi No'ruzda zora xatmi uchun mahalla-mahallalarga berilgan Vangning himmati burungi yillarga qaraganda xilida ko'p bo'ldi. Burun har bir masjidga 5 dan qo'y beriladi. Bu yil 5 dan qo'y, 2 dan kola va may guruch. Yetim yesiri tul xotinlarga atab kiyimlik raxt, tag'arlab un, 1 dan qo'y berildi. Masjid madrasalarda, o'zdan yaqinlarida nazr nuzrat zora xatmalar o'tkazildi. Kishilar bu xushalliq kunlarni Muhammad Beshir Chingvangning to'y marikasiga bog'lab, bu yil xushalliq qo'sh keldi deyishdi. Rost degandek, o'tgan yili elining hokim begi Xolzodbek xonni ziyorat qilg'ili Beyjingga manganda Qumulga tushkun bo'lgan edi. Bu chaqda Muhammad Beshir Vang Xolzod Hekimbergni nihoyatda yaxshi kutib oldi. Ular bir necha kun suhbatda bo'ldi. Muhammad Beshir Vangning ayolining vafot bo'lib ketganligi, uning yaxshi xuluq mijozi, oq ko'ngil, salobatlik turuqi Xolzod Hekimbergning cho'nqur hurmat tuyg'usini qo'zg'adi. Shuning bilan uning ko'nglida Muhammad Beshir Vangga nisbatan yiqilliq va bir xil uzilmas rishta bog'langan edi. Shunga Xolzod Hekimberg tog'asining qizi Mehribonu xonimni Muhammad Beshir Vangga yotliq qilish xayoliga kelib qoldi. Natijada qizcha ishkilanmayla Muhammad Beshir Vangga Mehribonu xonimning yaxshi tarafini qilib tanishtirdi. Muhammad Beshir Vang Xolzod Hekimbergning bu himmatiga rahmat aytdi hamda Mehribonu xonimni amriga elishni loyiq ko'rdi. Shuningdan keyin elchilar, beglar, o'limalar, xonim, oppoqlar 3 qitim eliga elchilikka bordi. Mehribonu xonimning dadasi kichik chig'ida vafot bo'lib ketgachga, Mehribonu xonim Eligung beglari o'rdasida onasi Sumana xonning himoyasida tarbiya oldi. Uningga Xolzod Hekimberg igidorchilik qiladi.
Eliga bargan elchilar oxirgi qitim Sumanaxonning roziligini elib, Eli Gong beyligining qo'shilishi bilan to'y kunlarini bekitib keldi. To'y bu yil keyingi oyning 25-kuni Elida boshlanib, 9 kun to'y marikasi o'tkazilgandan keyin qizni Qumulga ko'chirishmoqchi bo'lishdi. Shunga to'y tartib ketgan 40 qorvilik kishi bilan 40 qorvilik sovg'a salom allaqachon Eliga yetib kelgan edi. Bu yil bahor boshlanish bilan o'rdining yo'llariga yangidan tosh yotqizildi. Tamlari hakka tuxumning iqa aralashtirib suvaldi. Ishik derazalari sirlandi. Vangning hujrasi alohida yasilib, yangi gilam poyandozlar selindi. To'yning tayyorliklari xeyli burilla boshlanib ketgan edi. Nihoyatda uzun yillik tarixida o'zining gulinish mazgillarini, xarablish mazgillarini beshidan o'tkazgan bu shahar Muhammad Shohi G'ozi Begning o'g'li Abaydulla Begning Jo'ng'ar hukmronligiga qarshi qilgan botirona kurashlarining natijasida Jo'ng'arlarning hukmronligidan qutulib 1696-yili Ching sulolasiga bay'at qilgan. Shuningdan beri Abaydulla Tarxon Bey va uning o'g'li Gopa Bey. Gopa Begning o'g'li Emin Vang, Emin Vangning o'g'li Yusuf Vang. Yusuf Vangning o'g'li Ishoq Vang. Ishoq Vangning o'g'li Ardeshir Vang. Ardeshir Vangning o'g'li Muhammad Beshir Vang qatorliq vanglar o'tgan. Muhammad Beshir Chingvang Qumul vanglari tarixida 7-avlod vang bo'lib, shu kunlarda bu yurtning hukmroni edi. U bu yurtni odillik bilan so'rab, yurtni boy, xalqni boyashat qildi. Muhammad Beshir Chingvang ayoli vafot bo'lgandan keyin navqiron chaqlari o'tib ketgandek hissiyotga kelib qolgan edi. Endilikda bo'lsa, yigitlik chaqlari qaytib kelgandek tetik ruhliq ko'rinadi. Vang bugun beshini tushiritib, soqol bo'rtlarini yositib, o'zi yaxshi ko'radigan qiyniq yeshil duxovi to'nini kiygan. Belini qiyniq sariq rangdagi ipak po'ti bilan bog'lab olgan edi. Putidagi qisqa qo'nchilik qori maqmal o'tiki, bo'y bastiga to'limi yarashgan. U tunugungi maslahat bo'yicha cho'ng Tayji begim Tojiddin Tayji bilan kichik Tayji begim Namutulla Tayjini va yana bir qancha sipohlarni agashtirib, to'yning nag'ma-navo tayyorliklarini ko'zdan kechirishga mangdi. Ular oldi bilan to'yning har qaysi so'rinlarida uyushtiriladigan mashrablarda muqam naqshlarni aytquchi, naqshchi, sozandilar mashq qilayotgan zalga kirdi. Bu yerga Qumul, 5 shahar, 12 tog'dan chaqirtilgan dongliq naqshchi, sozandilar yig'ilgan edi. Bu zal 2ga bo'lingan bo'lib, ichkirisida ayol naqshchilar mashq qilayotdi. Muhammad Beshir Chingvang erlar mashq qilayotgan zalga yetib kirganda hammaylar boshlarini aydi. Vang hocamning oltin bo'yi esan bo'g'ay. Hormag'aysizlar. Vang hocamga rahmat. Hammangizlarga ijozat. Ishingizlarni qilaveringizlar. Xo'sh, Vang hocam. Hammaylar o'z o'rinlarida o'tirishdi. Qo'llarida g'ijak, top, ravob, tambur tutgan chalg'uvchilar o'tiradi. Naqshchi, nag'michi, muqam aytquchilar ikki tarafda o'tirishadi. Vang uduldagi tomga chaplangan oq samon qog'ozga chiroyli husn xat bilan yozilgan naqshlarning aytilish tartibiga qaradi. Buningda har bir naqshining ismi, muqam beytlari, muqamdan keyin aytiladigan sho'ba, tushirgilar aniq yozilgan edi. Hatta har bir sho'ba tushirgidagi naqshlarning bosh beytimi yozib qo'yilgan edi. Buningdagi sabab bir beytni ikkinchilab takrorlamaslik uchun edi. Vang xeyligacha har bir muqam yurishlarining ismlarini o'qib chiqdi ham bu ishdan ko'ngli suyundi. Chunki hozirgacha ig'iz tili aytilib, texi xotirga elinmagan Qumul naqshillari uni hayron qoldirgan edi. Bu naqshlar qanchaga bordi ekan?
Ahanglarchi. Ahanglari 400 ga. Naqshlarning cho'ng yurishlari 20 ga bordigandek qiladi. Vah, nima degan ko'p naqshi bu? Buni obdanroq ratlab qo'ysak bo'g'idek. Chingvang hojamdan nadir. Himmatlarga rahmat. Chingvang yana orqaga burilib, tomdagi naqshlarning tartibiga qayta qarab chiqdi. Uning ko'zlari bir muqamning tushirgisidagi zindondagi To'xtaxon nomli naqshiga tushganda u so'radi. Zindondagi To'xtaxon deb naqshi bormi? Xo'sh, Van hojam. Ulug' Van hojam bir qo'sh qinimdan kelsalar. Bu naqsha yangidan ijod qilinib, xalq ichiga taralgan mashhur naqshidir. Buni naqshlar tartibiga qo'shib qo'ydik. Dedi dongliq naqshchi Shodi Oxun. Qani, bir qo'sh qiningizdan kechdim. So'zlayvering. Xo'sh, Van hojam. To'xtaxon noiti yavash, hazratlarining yilqisini boqadigan bir kishi edi. O kishi yilqilarga noiti obdan qarg'anlikdan yilqilar yaqin qiylarda necha hassa olib ketgan. Lekin bu tog'ning Qo'rmalbegi bu odamni ko'rolmaydigan bo'lib qolgan. Uning ustiga Qo'rmalning o'g'lining yomon ko'zi To'xtaxonning ayoliga tushgan. To'xtaxon bu vaqtda Qo'rmalga arz qilgan. Ana shu kunlarda Qo'rmalning o'g'li yana bir ayolga yomon niyati bo'lganlikdan bu ayol uningga norozilik bildirgan. Qo'rmalning o'g'li bo'lsa, u ayolni siqib o'ltirib qo'ygan. Lekin Qo'rmal o'g'lini jazolamay, o'g'lining o'rniga u ayolni o'ltirib qo'ygan mushu deb To'xtaxonni tutib bergan ekan. O'rdadagi Teji begimdan biri Qo'rmalga yantayoq bo'lib, To'xtaxonni so'roq qilmayla nom zindoniga tashlagan. Nom zindonida begunoh yotgan To'xtaxon bu dardga chidamay, ashu qo'shoqni to'qib, naqsh qilib aytgan. Bu naqsha nayt tizla nomga, nomdan adoqqa, adoqdan ori turkka, dazigo orqali turkölga, ondan qumulga tarqilib ketdi. Bu tizimlik naqshlarning hammasini ma'lum kishilar ijod qilgan bo'lib, xalq tarafidan aytilgan xalq naqshlari bo'lg'achqa, bu naqshini bu tizimlikka qo'shib qo'ydik. Gunohimizdan kessilar, Van hojam. Muhammad Beshir Chingvang o'zini odillik bilan yurt so'rayapman deb o'ylaydi. Ammo bu ahvolni anglab uning ochchig'i keldi. U keyniga burilib, bu haqdagi qo'shiqni tafsiliy ko'rib chiqdi. Zindondagi To'xtaxon deb qiynading meni. Dard alamdan birdan xoli qilmading meni. Qiynashni qiynading, gunohim nadir? Oxiratda so'rg'ili Xudoyim bordir. Bu nohaqchilikni yenida turgan teyjilardan birining qilganligini pam qilib qolgan Van teyjilarga qaradi. Xo'sh, Tojiddin Teji begim. Shundoq ish bo'lganmi? Xo'sh, Van hojam. Toza yodimda yo'q. O'zlariga topilay. Darhol bu ishni surishtirib, To'xtaxonni zindondan chiqarsalar. Eliqi Qo'rmalni vazifasidan ilibtib, o'g'lini zindonga solsalar. Bu naqsha o'rni turaversin. Yana xalq ijod qilgan naqshlar bo'lsa, hammasini mushu naqsh tizimligiga qo'shib qo'yingizlar. Muhammad Beshir Vangning sal kayfi buzilgan edi. U bu yerdan chiqib, Nog'rixonaning ostinqi qavat zaliga kirdi. Bu yerga nurg'ulg'an sozanda hunarvanlar yig'ilib, ko'ni sozlarni, Nog'ri do'mboqlarni yengilib, yangi sozlarni sozlab mashq qilishyotdi. Vangning kirib kelayotganligidan xabar topgan sozanda hunarvanlar boshlarini egib, Van hojamning esalligini so'radi. Van hojam ularga iltifot ko'rsatib, "Hormag'aysizlar", dedi. Ko'pchilik "Van hojamga rahmat" deb qulluq qilishdi. "Hammangizlar o'z ishingizlar bilan mashg'ul bo'lingizlar. Men shundoq bir qor ko'rib chiqib ketaman." Bu yerda yangidan kerilgan 8 nag'ra, har biri birdan kalining terisidan kerilgan 4 tane yo'g'on dumbul, 4 tane kanay, 4 tane sunay, 8 tane mis taqsillari yaltirab turgan chig'inay nomli sozlar ko'zga chilqib turadi. Bu sozlarning yanida ko'ni nag'ra, dumbul, kanay, sunaylarmi pokiza surtilib, ratlik tizib qo'yilgan edi. Bir necha kishi dumbul va nag'ralarning qurigan, qurmag'anligini bilish uchun birdan uni, birdan buni chilib ko'rishadi. Chingvang 8 tane mustaqsi o'rnatilgan
egizcha hozirlik chig'inayni ko'rib boqmagan edi. Uning bu sazga qiziqib qarayotganligini ko'rgan chig'inayning chalg'uvchisi bu sazni tunishtirdi. Bu saz mushu o'rdidagi eng qadimiy sazlarning biri. Bu saz nag'ri bilan dumbulg'a moslashib, yenik, ammo yaqinliq ovoz chiqardi. Wang yana qator tizvitilgan g'ijak, darbab ravoblarni ko'rdi. Andin o'chki terisida kerilib, kun nuriga qaqlab qo'yilgan 20 dak dopning yeniga keldi. Savur doplarga mis halqa o'tkazib u dop yasashga mahir edi. Savur dop yashanib qolgan bo'lsa-mu, nihoyatda tambal odam edi. Egiz qatti sal pukilganda qilsa-mu, jug'dun ko'rinadi. Assalomu alaykum, Savraka. dedi Wang mehribonlik bilan. Wang bu odamni xeyli burundili taniydi. Uning qiziqchiligi, gapdonligi Wangni jalb qilg'ashqa, bir qancha qitim Wangning barobat milis so'rinlariga taklif qilingan, ham bu so'rinlarda u qo'shoq to'qib, qiziqchilik qilib, hammani hayron qoldirgan edi. Va alaykum assalom. Wang hojamning oltin bo'yi isen bo'g'ay. Savrakam tiraz turibdi. Xo'sh, Wang hojam, rahmat janoblariga. Hay hojam, qovulchi yo'q, xotin qovulchichi yo'q. Ig'iz hurkiraydi, put titraydi degandek, odam degan yoshqi cho'ng'aygan siri cho'kab qoladigan gapgan. Hay, Savraka, to'g'ri demidlar. Qovul qalpiqi yo'q, xotin qovulchishi yo'q. 9 tortmiliq uyi bor, ma'lumchisi yo'q demamla, ha? Bu gap bilan tang hammalar kulishib ketdi. Aslida bu tamsil Wang degandek aytiladi. Bu yerda Savur dop ehtiyot yuzasidan gapni sal o'zgartib aytgan edi. Bu kulka xeylig'icha so'zilib, boyiqi ko'ngilsizlikni ko'taribdi. Chingwang hojamning Savur dopning yanida o'ltirib parang salg'usi kep qolganligini tuygan tayjilar yasovullarga qaradi. Yasovullar elib yurishga aplik bo'lgan taxtni Savur akaning oldiga qo'yib, Wangni o'ltirishga taklif qildi. Savur dopning qo'lida yilon terisida tortilgan bir dona dop turadi. Bu dopni yilon terisida tortganmi? Shundaq Wang hojam. Biri Sarvang yoyliqidan bu yilonni o'ltirib, terisini ipkagan ekan. Janoblarining qutlug' to'y ma'rakalariga atab setib olgan edi. 2 dona dop chiqdi. Aslida dop dunyoga oprid bo'lganda yilon terisidan kerilgan ekan. Mundoq deysizlar. Sizga dop deb laqam qo'yishmi? Bika gap emaskanda. Xo'sh, Wang hojam. Dop aslida mening burunqi ajdodimning ismi. Shuningdan beri dop kirish bizga hunar bo'lib qolgan ekan. Dop zodi chalg'uning ismimi yoki odamning ismimi? Xo'sh, Wang hojam. Bu vaqt parang qilsak, nihoyatda uzoqdan boshlaymiz. Vaqtlarini ap qo'yarmanmikin? Yo'q, ziyoda ishimmi yo'q. Qani, anglayli. Zamoni avvalda biz turayotgan bu zimin suyi mo'l, yeri munbat bir joy ekan. Bu yerdagi bir qabila kishilari bir oqsoqolga itoat qiladi ekan. Lekin oqsoqol xeyli yoshlarga kirib qolgan bo'lsa-mu, balaliq bo'lmabdi. Uning yoshligi o'tib, qiyirliqqa qadam qo'ygan chig'ida ayoli homildor bo'lib qopti. Bundan cheksiz mamnun bo'lgan oqsoqol ayolining ko'z yorishini taqozolik bilan kutibdi. 9 oy, 9 kun to'lganda ayoli o'g'il tug'ibdi. Qarg'idak bo'lsa, dunyoga amdili ko'z ochgan bovoq yerni bag'ash etib, har tarafga nazar silib yotqidak. Buni ko'rib shuon uningga Qo'chig'on deb ism qo'yibdi. Bu muborak bovoqni guruh jamoatlar kelib qutluqlabdi. Yillar o'tib, oqsoqol u dunyoga safar qilib, o'g'li Qo'chig'on yurtga oqsoqol bo'pti. O, nihoyat farosatlik, botir bo'lib, kech-kunduz qavmining g'amini yebdi. Ochliq terib, yerlarni kengaytibdi. Chorva beqib, mollarni ko'paytibdi. Kishilar bu to'qliq, boyashot, xotirjam sharoitda tez ko'payib, yizilar kengayib, uy imoratlar selinibdi. Oxir bu joyga bir ism qo'yish zarur bo'lib qopti. Kishilarning ko'pi har xil ismlarni tanlab ko'ribdi. Ammo
Quchug'un qavmi mo'l desak qandoq deb maslahat qilibdi. Kishilar bu ismga qo'shilibdi. Lekin zamonlarning o'tishi bilan qavmi mo'l degan so'z qavmulg'a, ya'ni vaqtlarning o'tishi bilan qumulg'a o'zgarib qolgan ekan. Ana shu Quchug'un yurt so'rayotgan vaqtlarda etizlarni arlab yurib, taraf-tarafga palak tortgan bir o'simlikdan tuxum cho'ngliqida nurg'un mevalarning tushganligini ko'ribdi. Uni tetib baqsa, noit tatliq ekan. Shuni bilan Quchug'un bu mevaning urug'ini yig'ib, Allohdan bu mevani ko'paytib berishni, donalarining yo'g'on bo'lishini tilab o'ltirgan ekan. Uyga bir mo'ysbit kishi kirib kelibdi. Quchug'un uni to'rga taklif qilib, oldiga dasturxon solibdi, ham o'zining tilakini aytib mondishibdi. Axir heliqi mo'ysbit kishi 7 tal urug'ni qo'lida tutib, "Mushu 7 dona urug' sana va sening elingga barkat bo'lsin. Bu 7 dona urug'ning biri yashanganlarga, biri o'tir yoshliqlarga, biri yoshlarga, biri donishmand o'limalarga, biri amaldor baglarga, biri mastura oyimlarga, biri sabiy bolalarga xos bo'lg'ay. Nitinglar sap, xolis bo'lg'ay. O'zaro inoq, ittifoq, ochiqol, mehmondo'st bo'linglar" deb duo qilibdi. Quchug'un oqsoqol bergan bu 7 dona urug'ni alohida saqlab yurgan ekan. Uni terishga nisb bo'lmayla olamdan o'tibdi. Bu chaqlarda Quchug'unning ayoli ig'ir oyoq ekan. Ko'p o'tmay u o'g'il tug'ibdi. Bu o'g'ilning ismini Dab deb qo'yibdi. Kunlar o'tib, o'g'il cho'ng bo'lib, dadasiga o'xshash o'g'lan bo'libdi. Kishilar uningga itoat qilibdi. Dadasi qoldirgan vasiyat bo'yicha heliqi urug'ni tergan ekan. Bir o'simlik har tarafga pelak tortib, o'ynib, xamak sopdi. Afsuski, bu kunlarda shaharning shimol tarafidagi o'rmonlikda bir bo'g'mi yilon paydo bo'lib, huchar qushlarni, jonu jonivorlarni dam tortishga boshlabdi. O'rmonga borgan ovchilar, mol boqqan choruvchilarmi yilonga yem bo'lib ketibdi. Buni uqqan Dab, o'qiya, qilishlarini ilib, bir dona qo'y terisini ustiga yepinib o'rmonlikqa beribdi. Biroq 2 kungacha yilondan shapi bo'lmabdi. Dab oxir qarg'ay shexini kesib etib, uni chambar shaklida qayrib, heliqi terini uningga tortib ovoz chiqardigan narsa yasabdi. Ham uni chilib, o'zining uxlab qolmasligi uchun naqshi aytibdi. Mana bu chaqda yilon paydo bo'lib, Dabga itilibdi. Dab o'qiyasini otgan ekan, yilonga tegmay boshqa yerga sanchilib qopti. Bu chaqda yilon yana hujum qildi. Dab yilonning dang'ur-dung'urlardan qo'rqadiganligini sezib qopdi-da, heliqi terini tayoq bilan bo'lishiga urishga boshlabdi. Yilon qo'rqib tugilgan peti shaqqa yomishib olgan ekan. Fursatni g'animat bilgan Dab qilichi bilan yilonni chipib, o'ttirdan 2 qilib tutdi. Bu ofatdan qutulgan xalq cho'ng murosim o'tkazib, Dabni qutlaqlabdi. Ardan uzun o'tmay, heliqi mevalar cho'nglab pishibdi. Kishilar mevaga Quchug'un deb ism qo'yibdi. Mana bu Quchug'un degan ism bara-bara Qo'g'unga o'zgarib ketgan ekan. Chingwang sovur Dabning parangini ixlos bilan angladi. Zoldagi barliq kishilarmi uning parangiga quloq selib jimib ketishdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Oyshan Ahmadning Muhammad Beshir Chingwang nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Xolzodbek bilan urushib keldim. Uning xalq qilgan zulmi haddidan ishbi qolmay, bu o'rda qasrigimi baloyi ofat ilib keldi. Xolzodxonning qilayotgan ishlarining qaysi xalqqa yiqyotidi, ha? U go'liq mansibiga o'ltiriblar, alvonsilikni ko'paytib, bu o'rda qasrni yasab chiqdi. Komilbağning o'rdisiga kirib kelsangiz, sizni qachonmi ko'ramiz? Barsanglar oldinglarga chiqaman. Sizlarni ko'rgim kelsa, pat-pat kelib turaman. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Solihjon Ro'za Hoji. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Toyir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'o'pur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.